Haqiqatan Allah o'zining ahlini zoyi qilib etmaydi. Siz Fir'avnning sarayida bo'lib o'tgan Hazrati Saraning hikoyasini qizg'inlik bilan angladingiz. Alloh taolaning uning ippitini qanday qo'g'diganligini, uning İbrahim alayhissalomning yeniga qanday qaytib kelganligini, Fir'avnning Saraning muborak ayol ekanligini bilib, uningga hadiya qilgan dediki, Hajar bilan birga kelganligini angladingiz. Men sizning bu qissaga texmi qiziqib ketayotganligingizni ko'ryapman. Siz hozir uningdagi nima ish bo'ldi deb so'raysiz, shundaqmi? Sizning bu qizg'inligingiz albatta o'rinli. Chunki uningdan keyin yuz bergan ishlar bir mo'jiza bo'lib, insonning uningga qalbini, aqli va quloqini berib anglashiga arziydi. Sara vaqtning o'tishiga ergishib o'zining tug'masligini qabul qildi. Chunki uning İbrahim alayhissalom bilan turmush qurganiga talay yillar bo'lgan edi. Hazrati Sara İbrahim alayhissalomning farzandga bo'lgan ishtiyoqini yaxshi biladi. Sara dediki, Hajarni ozod qilib, İbrahim alayhissalomga uning bilan uylanishni talab qildi. Allah o'zining do'sti bo'lgan İbrahim alayhissalomga tunji o'g'li İsmoil alayhissalomni ato qildi. İbrahim alayhissalomning qalbi bolasi tufayli o'g'lining onasi Hajarga bog'landi. Buni his qilgan Saraning kundashligi tutdi. Hazrati Sara bir ayol yo'ldishini boshqa ayoldan qanchalik kunda yalisa, shunchalik darajada og'ir kundashlik qildi. Shunda qilib İbrahim alayhissalom qaytib keldi va Hajar bilan o'g'li İsmoilni elib uzun safarga atlandi. Ularning bu safari zaminning yuzini manguga o'zgartiradigan bir safar bo'lib qolgan edi. Bu safarning manzili Makka edi. U vaqtlarda Makkada hech qanday jonliq yashamaydi. Inson, dal-daraxt, suv yo'q edi. Kabe bo'lsa Hazrati Nuh alayhissalomning davrida tufon sababli yiqilib ketgan bo'lib, faqat uning o'rnida qolib qolgan edi. Kabening o'rni zamonning o'tishiga ergishib qum ostida qolgan bo'lib, buni faqat Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. İbrahim alayhissalom Hazrati Hajarga azroq oziq-tulik va suv qachlangan bir tulumni berib, kayniga o'rilib ketib qoldi. Buni ko'rgan Hazrati Hajar İbrahim alayhissalomning kaynidan kelib, "Ey İbrahim, qayerga ketyapsiz? Bizni insijin yo'q bu yerga yolg'iz tashlab qo'yib ketamsiz?" deb so'radi. Hazrati Hajar İbrahim alayhissalomning bu savollarning hech qaysisiga javob qaytarmaganligini ko'rib, "Sizni bundoq ketishga Alloh buyurdimi?" deb so'radi. İbrahim alayhissalom, "Shundoq, Alloh buyurdi" dedi. Buni anglagan Hazrati Hajar, "Haqiqatan Alloh bizni zoyi qilib etmaydi" dedi. Hazrati Hajar shundoq degandan keyin yo'ldishi qo'yib qo'ygan yerga qaytdi. İbrahim alayhissalom bo'lsa, ular ko'ranmaydigan Saniya degan joyga kelib, qo'lini ko'tarib mundaq duo qildi. Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmoil bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rlashtirdim. Parvardigorim, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan. Ularni shukr qilsin deb turli mevlarni ularga rizq qilib bergin. Hazrati Hajar yenidagi suvdan ishkash İsmoilni emitdi. To'limdagi suv tugagandan keyin u va o'g'li İsmoil usab ketdi. U bolasining ussizligidan qolgan nolisiga chidayolmadi. U yordam qiladigan biror odamni tepish niyatida Safa bilan Marvaning oraliqida yugurishga boshladi. Safa Marvaning oraliqida 7 qatim yugurgandan keyin insondan umidini uzib, butun umidini Allohga bog'ladi. Hech qachon bandasini umidsizlantirmaydigan Alloh uningga bir farishta avatdi. Farishta qanoti bilan zaminga urishiga İsmoilning topinidan bulduqlab suv chiqishga boshladi. Hazrati Hajar suvning eqib ketmaslik uchun olqini bilan to'sib, "To'xta" dedi. Shuning uchun u suv Zamzam suyi deb ataldi. Hazrati Hajar suvdan ichdi, o'g'lini emitdi. Farishta uningga suvning zoyi bo'lib ketishidan qo'rqmagan. Bu yerda Allohning bir uyi bo'ladi.
u uyni bu o'g'il va uning dadisi birlikda barpo qiladi, dedi. Alloh haqiqatan o'zining ahlini zoyi qilib o'tmaydi. Bu yerda suv baliqini bilib olgan qushlar so'ning ustida aylanib uchishga boshladi. Shu vaqtda bu yerga yaqin bir joydan o'tib ketayotgan Jurhum qabilasi uchayotgan qushlarni ko'rib, haqiqatan qushlar so'ning ustida uchishyotidi. Biz bu yerni burundan tortib bilamiz. Bu yerda suv yo'q edi, deyishdi. Va bu yerda o'ltiraqlash uchun Hazrati Hajardan ruxsat so'radi. Hazrati Hajarmi ruxsat berdi. Sizga to'liq qimmatli hikoyadan birini sunaman. Biz o qissaning haqqini beramiz desak, tasvirlashga eg'iz, yozishga qalam ojizlik qiladi. Lekin yanala bani ba demay bo'lmaydi. Xuddi arablar hammani qilolmasangmi ozroq bo'lsa-mu qil degandek. Hazrati Saraning o'z vaqtida Ibrohim alayhisalomga Hajarni nikohiga olib berishi nima degan esillik. U o'zining ayollik fitratiga qarshi bir ishni qildi. Chunki ayol kishi deganning kundashligi kuchli yaratilgan. Yana bir tarafdan Hazrati Sara erining o'zi sababli farzand yuzi ko'rishdan mahrum qilishini xohlamagan edi. Uning kundashlik qilishining sababi hargizmi uning iymonining ojizligidan emas, balki ayollik fitratidan. Bo'lmasa uning iymonining tog'dek mustahkamligi gap ketmaydi. Fitrat jihatda hamma kishi barobar, mayli musulmon yoki kofir bo'lsin. Fitratning iymon bilan hech qanday munosabati yo'q. Ammo iymon insonning fitratini tarbiyalaydi. Nafsini kontrol qiladi. Ziyonli ishlardan yiroqlashtiradi. Agar iymon sababli bir ayolning kundashligi yo'qaydigan ish bo'lsa, Hazrati Saraning kundashligi albatta yo'qolgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning ayollarining kundashligi yo'qolgan bo'ladi. O'z vaqtida Payg'ambar alayhisalomning ayollarining orasidami boshqa ayollarga o'xshash kundashlik yuz bergan. Ammo iymon ularni o'zaro dushmanlashib ketishdan saqlab qolgan. Iymon degan ayol kishi har qancha kundashlik qilgan taqdirdami uni zulm qilishdan saqlaydi. Mana bu mu'min bilan boshqalarning farqi. Agar siz kundashlik bilan sinalgan bo'lsangiz, mening sizga deydiganim Alloh sizning qalbingizni mustahkam qilsin. Bu kunlarni o'tib ketadi. Alloh sizga sabr ato qilsin. Chunki sabr insonning eng cho'ng tasalli va uzuqidir. Lekin shu esingizda bo'lsinki, birovga zulm qilib qo'yishdan saqlaning. Kundashlik sababli bilib bilmay tuhmat qilib solmang. Birovning pokligini bilib turib, obro'yiga til tekkizadigan ishni qilmang. Balalaringiz bilan uning balalarining orasini ayirib etmang. Bo'lmasa sil rahimni uzishga sababchi bo'lib qolgan bo'lasiz. Balkim Janob Alloh uning balalarining qalbiga sizning mehringizni selishi mumkin. Balkim sizni onasidanmi bakrak yaxshi ko'rishi mumkin. Shuni unutmangki, hayotingizning oxirida shu balalarning birarsi ehtiyojingizdan chiqib qolishi mumkin. Shunga kundashligingiz sababli iymoningizdan chiqib ketishdan saqlaning. Bo'lmasa, oxirida dunyoning hasrati bilan oxiratingizni tugashtirib olasiz. Shuni esingizdan chiqarmangki, haqiqatan Alloh hech qanday yaxshilikni zoya qilib o'tmaydi. Qilganlaringizga yarasha jazo mukofot qilasiz. Hazrati Sara erining baxtiga to'sqinlik qilib qo'yishni to'g'ri ko'rmadi. Janob Alloh uningga qiyirganda shifolik berib, Hazrati Ishoq alayhissalomni mukofot qilib berdi. Uningdan keyin Bani Isroilga avatilgan payg'ambarlarning hammasi uning avlodidan bo'ldi. İbrahim alayhissalom o'g'li va ayoliga beparvo emas edi. U suyumlik bir dada, qaltis bir er edi. Hazrati Hajar o'zining yo'ldoshiga beparvo emas edi. U yo'ldoshining yanida bo'lishidan xushallik tepib, baxt his qiladi. Lekin İbrahim alayhissalom uni tashlab qo'yib ketib qoldi. Chunki bu Allohning buyrug'i edi. Hajar bu qiyin sinoqqa rozi bo'ldi. Chunki bu Allohning buyrug'i edi. Allohning buyrug'i ba'zida insonning nafsiga zid keladi. Chunki bu dunyo imtihon dunyosi. Siz modaga agishni bilmaydigan bir emas. Lekin Alloh buyrug'anligi uchun hijoblanasiz. Sizmi ayollarga xos zinnatlanish havasidan xoli emas. Lekin siz Alloh buyrug'anligi uchun zinnatlaringizni oshkorlamaysiz.
ayollik latofatingizni Alloh buyurganlik uchun yo'shirasiz. Siz tamoqni yoqtirmaganlik sababidan emas, balki Alloh buyurganlik uchun ro'za tutasiz. Uyquni yaxshi ko'rmaydiganligingizdan emas, balki Allohning roziligiga erishish uchun kechasi ibodat qilasiz. Siz bularga tövendagi nuqtalardan qarab beqing. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan Alloh uchun voz kechish oson bo'ladi. Hajarning buni sizga Alloh buyurdimi deb so'rashi nima degan go'zal bir savol. İbrahim alayhissalomning ha degan javobi bilan hamma ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Garchi u cho'l jaziralarda yolg'iz qolgan bo'lsa-mu, bu yolg'izlik uni qo'rqitmadi. Garchi u ojiz bo'lsa-mu, issiq uni bearam qilmadi. Ey hamshiram, sizning nozukligingiz, sizning kuchsizligingizni, ayol kishi ekanligingiz sizning ojizligingizni ifodalab bermaydi. Ikkisining o'rtasidagi farqni bilib oling. Agar Hazreti Hajar İbrahim alayhissalom uni cho'lga tashlab ketgandan keyin yig'lab o'ltirgan bo'lsa, hech kim uni ayblamaydi. Bepoyon cho'lda yolg'iz bir ayol nima qila olsin? Cho'lda quduq ko'lisinmi? Yoki toshlarning orasidan yemaklik izlasinmi? Lekin Hazreti Hajar sharoitning nacharligiga qaramay, Safa bilan Marvaning orasida to'xtamay yugurishga boshladi. Qutulishning yo'llarini izladi. U harakat qilishga buyurilganligini biladi. Natijada yakka yegona bo'lgan Allohning qo'lida. U o'zining toqati yetganga qadar yugurdi. Oxiri Allohning yordami mo'jiza shaklda keldi. Kim deydi? Mo'jizalar tirishchanlik bilan qo'lga kelmaydi deb. Musa alayhissalom biladi. Bizmi uning bilan billa bilimizki, asa o'zligidan dengizni yerib o'tmaydi. Balki Alloh asa bilan dengizni yargan. Alloh dengizni hassiz yerishga qodir edi. Lekin tirishchanlik ibodatdir. Bu payg'ambarlar va mu'minlarning tarixdan buyangi odati hisoblandi. Shunga Alloh Musa alayhissalomga Hasan bilan dengizni urg'in dedi. Biz Nuh alayhissalomni va uni kema orqali qutuldirib qolgan zotni tanıymiz. O zot Nuh alayhissalomni kemasiz qutuldirishga qodir edi. Ammo Nuh alayhissalom qo'lidan kelishi sabab qilgandan keyin Allohga tavakkul qildi. Chunki uning Rabbi uningga kemani yasig'in deb buyruq qildi. Biz Maryam alayhissalomni tanıymiz. Biz uning bilan birga kuchlik bir erningmi, uning ustiga tug'ish oldi turayotgan bir onaning langishtanmaydigan xorma darixini langishitganligini bilamiz. Chunki bir narsaga erish uchun sabab qilish, tirishish kerak. Chunki Hazreti Maryamga uning Rabbi xorma darixini o'z tarbiyaga irg'itgan. Oldingi pishgan yangi xormalar to'kiladi degan edi. Amaliyotda uningdan hech qanday sabab talab qilmasdan o'g'il farzand ato qilgan zot yana sabab talab qilmasdan xorma berishga qodir edi. Lekin Hazreti Maryam sabab qildi. Ey hamshiram, agar siz bir narsaga erishishni xohlasangiz, tirishing. Alloh albatta tirishchanligingizni yerda qo'ymaydi. Agar siz kurash qilayotgan bo'lsangiz, hargiz voz kechmang. Alloh sizga cho'qim muvaffaqiyat ato qiladi. Ey hamshiram, siz bu so'zlarga qarang. Nima degan go'zal. Haqiqatan Alloh bandalarini zoyi qilib etmaydi. Kishilar qalbini tushunadiganlarga, dunyoning go'zalligini va kelgusining texmi go'zal bo'lganligini aytadiganlarga muhtoj. Siz kishilarning orasiga umid urug'ini cheching. Siz ijobiy, xushallik chashquchi bo'ling. Siz kasallarga yaqinda saqayib ketadiganligini ayting. Va uningga Ayyub alayhissalomning musaqib ketganligini asıltang. Kishilarmi Ayyub alayhissalomning saqayib ketishidan umidini uzishgan edi. İmtihandan o'tolmagan biri uchun buning faqat bir qatimliq mag'lubiyat ekanligini, hayotlikning o'lchami emasligini, texi yana fursatining borligini ayting. Muhtojlarga Allohning xazinalarining intayin mo'lligini, boylarga rizq bergan Allohning uningga berdiganligini ayting. Ko'ngli yerim biriga xo'shallikning pat yaqinda kelganligini, har bir uchirgan g'am andish uchun ajr berilganligini ayting. Tushkunlashib ketgan biriga chiqish yo'lining hamon tepildiganligini,
Allohning kuch-qudrati bilan butun g'am-qayg'ularning unutilib ketilganligini ayting. Tatliq so'z ruhni jonlantiradi. Azobliq aslimalarni unutildiradi. Bir kishining go'zal so'zlar bilan to'nilishi, hamisha boshqalarga tasalli berishi, musibatlarga qarshi yordam berishi nima degan go'zal. İmam Zahabi mashhur shaxslarning tarjimali degan kitobida Abu Hamza Sukkari haqida mundaq degan. Abu Hamza Sukkari Muhammad ibn Maymun ulug' olim ham qori edi. U shekarchi deb atalishining sababi shekar sotadiganlik emas, balki intoyin tatliq so'zlarni qiladigan bir ekanligidan edi. Ey hamshiram, agar qiyinchilikqa duch kelsangiz, u ishning qiyin tarafini emas, balki hal qilish chorasini o'ylang. Alloh taolo o'zining ahlini qutuldirish usullarida insonni lol qoldirdi. Siz Allohning ahli bo'lingki, Allohmi sizning ahlingiz bo'lsin. Haqiqatan Alloh o'zining ahlini zoyi qilib etmaydi. Bu faqat Hojarga xos bir ahvol emas va yoki faqat Sara uchun chiqarilgan qonun emas. Bu qonun butun koinotga hukm qiladigan Allohning qonuni. Siz faqat bir ish qilib ko'ngil bo'ling. U bo'lsa-mu Allohni qandoq rozi qilish. Uningdan keyin bo'lsa barcha ham andishlaringizni uningga qoldiring. Nuh alayhisalomning kemasi tog'dek to'lqinning ustida layladi. Chunki Nuh alayhisalom va uning hamrohlari Allohning ahli edi. O't İbrahim alayhisalomni ko'ydirmadi. Chunki u Allohning ahli edi. Pichoq İsmoil alayhisalomni kesmadi. Chunki u o'zini Allohga topshirgan edi. Lahang Yunus alayhisalomni yutmadi. Chunki u butun hayotini Allohga hamd sano etish bilan o'tkazgan edi. Dengiz Musa alayhisalomni g'arq qilmadi. Chunki uning qalbi Allohga bo'lgan ishonch bilan to'lgan edi. Haqiqatan zaminning mo'jizalari oxirlashmadi. Bandalarning yanida bo'lishdan bosh tortmaydi. Samimiy bo'lgan rostchilik va o'zgarmaydigan bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu kim Alloh bilan birga bo'lsa, Allohmi uning bilan birga bo'ladi.